Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi sotuvdagi mashinamiz Nexia 216 Donus motori bo'ladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, go'rtug'allari mokri rang, balonlari yaxshi sostanida, kraskasi eshikning yuzida va ichini o'tmagan, qolgan yerlari radnoy. Metan gaz balonlari bor, metan ham 2021-yil qo'yilgan, 80 lik gaz balon, toza, holati chotki, luks konditsioner. Hamma narsasi ishlab turibdi. Chexol polik minonimlar döşalgan. 126 ming probeg, 2015-yil. Shumka bor. Xullas, tayyor mashin, rasxoti yo'q. Narxi 73 million so'm pul. Ustunda kelishiladi. Qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlarimiz video ostida yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Videomizga bir like bosing, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Bundan ham zo'r narxda mashinalarni chiqarib berishda davom etamiz. Xudo xolasa sog' bo'ling, salomat bo'ling.